Men o'zim 88-yilman. Qashqadaryodan Samarqand kelin bo'lib tushganman. Bittagina qizchamiz bor. Bunaqa. Shu 9 yildan beri farzand bo'lmay ketdi. 9 yil davomida shu qizchamni qo'limga olganimdan keyin doktorlar 3 yildan keyin farzandli bo'lsangiz bo'ladi degan. Endi kutdik, farzand bo'lmadi. Ko'p davolandim. Ko'p joylarga bordim. Bir xil joylarda yosh bolam bilan yig'lab qaytgan joylarim ham bo'ldi. O'sha doktorlar bo'ldi. Endi siz qayta farzand ko'rmaysiz deganlari ham bo'ldi. Lekin umidimiz uzmadik. Misol uchun qo'shnilarim bolachalarini ko'tarib chiqardi. Qo'limga olgim kelardi, ko'targim kelardi, erkalagim kelardi. Nima desam, endi onalik bir boshqacha tuyg'uda. Men yana misol o'ylardim. Yana qo'limga chaqaloq olarmikinman, yana shu homiladorlik hissini tuyarmikinman, yana bolamni erkalab yotarmikinman, xudoyim bola berarmikin degan narsa ko'p o'tardi. Endi keyin yana o'zimdan ko'p o'tardiki, mabodo men endi shu kasalligim tufayli ko'p mazam bo'lmagan, ko'p больницаlarda eshigida yurganmiz, bir xillari o'sha oxirgi paytlarni yashayapti degan joylari ham bo'lganda, o'zimning yuzimga aytgan vaqtlari ham bo'lgan. O'ylardim, qizcham hech bo'lmasa bir akasi yo ukasi, singlisi bo'lsa, yolg'iz qiynalgandan ikkovi bir-biriga hamdard bo'lib qiynalarmidi, mabodo o'tib ketgan taqdirimda ham derdim-da. Xotinim baribir qayerdadir dardini aytgisi kelsa, hech kim menday bo'la olmaydi. Nima desam, mabodo men o'tib ketsam ham yo singlisi yo ukasi bo'lsa bir-biriga ovunardi degan narsa bo'lardi. Erimga ruxsat beraman degan kunlarim ham bo'ldi. Boshqa turmush quring. Menga qarab endi umringiz o'tmaydi-ku bitta qiz bilan degan vaqtlarim ham bo'ldi. Lekin xo'jayinim shunchalar mard insonda. Birovga qayrilib qaragan inson emas. Juda hurmat qilaman shu tarafini. Shu oxirgi borgan joyimiz umuman farzand bo'lmaydi. Senda teratoksikkoz zo'b bor ekan. O'sha teratoksikkoz zo'b pushti quritib yuborgan. Homila bo'lmaydigan darajada bo'lgan deyishdi. Doktorlar ham ko'plari o'sha teratoksikkoz zo'b tashxisi bilan meni qaytaraverdi. O'sha parokni ham shu keltirgan, yurakda teshiklarda ham shu hosil qilgan deb nima qilishdi. Keyin Instagramda Sardor Rahimxon reklama qilayotgan ekan. 10 yil farzandli bo'lmagan odam ayol kishi farzandli bo'libdi. Reklamada ko'rdim. Shundan ichib ko'ramizmi deb tavsiya qildim. O'zing xohishing, agar senga foyda bo'lsa mayli ko'r dedi. Hech qachon qarshilik qilmaganda. Boshqa joylardan ham dorilar olib ko'rganman. Foyda ko'rmaganman. Bittadan buyurib ko'rdik. Xo'jayinim aytdi, menga juda yaxshi ta'sir qilyapti dedi. Hech ham oldingi dorilardan hech ham foyda ko'rmaganman. Mana shunda qandaydir dedi, butun tanamdagi birinchi og'riqlarni qo'zg'ab oldi dedi. Ondan keyin dedi, tez charchardim dedi, shu yo'qoldi menda dedi. Keyin dedi, qandaydir yaxshiman men dedi, ham yengilman, ham dedi anaqa o'zi misol uchun baquvvat, nima kuchli odam-ku, lekin yana ham kuchliroqman, yaxshiman men. O'zim tetik his. Yana ham tetikroqman deyapti-da. Keyin men aytdim, menda ham xuddi shunday bo'ldi. O'sha butun tanada og'riqlar qo'zidi. Misol uchun qayeringizda suyagingiz singan bo'lsa, lat yegan bo'lsa, o'sha joylarga ham yaxshi ta'sir qilar ekan-da. Men aytdim, hamma joyim og'riydigan bo'lib qoldi bundan. Desam, ichaveraylikchi. O'sha ichib haftalar boshlaganimizdan keyin o'sha og'riqlar to'xtab, keyin foydasini ko'rib boshladi. Men aytdim, tez charchardim, o'sha yo'qoldi menda. Faqat shu dolinam o'ynayapti-da deb. Shu bilan o'sha flakonni ichdik. Ichdikda keyingisini endi buyurtma qilamiz, ozgina sharoit bo'lsin dedik. Sifat pichin sexda ishlardim. Shu bir xayolda telefon bilan kirib ketganman. O'sha telefon kirish mumkin emas. O'sha kuni ishdan haydalib keldim. Xafa bo'ldim. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Men aytaman, endi shu yerda Xudo haqiqatan Alloh buyuk ekan deyman-da. Endi yashiklari boyagi nimada pichin sexda yashiklar og'ir bo'ladi. Keyin o'zi homilador bo'lsam chiqib ketaman, ishlamayman deb yurardim. Xudo shu asragan ekan meni. Oshqozonim og'rib boshladi. Aytdim, oshqozonim og'riyapti. O'sha doridan yana buyurishim kerak shekilli. Menga yaxshi ta'sir qiluvdi. Desam, qo'shnim aytib qoldi. Siz balki davolanib yuribsiz-ku. Balki homila bo'lgandir, dori yeb yuribman dedingiz. Keyin ozgina mazam bo'lmadi.
больницаga tushib qoldim. Temperaturam nima qildi? Shu yerda doktorlar shu homiladorligim o'sha yerda kelib nima qilyapti? O'zimiz ham ishonmadik-da. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Xotinimni hech ham kutmagan joyimdan chiqardi. Aytdim, "Nahot shu bitta ajr sedanadan va shu anavdan homila bo'lsa-ya, endi Alloh shuni menga nasib qilibdi" deb ishdan ham bo'shab keldim. Xo'jayinim o'zi ham ishonmadi birinchi. "Yo'q, bo'lishi mumkin emas" deyishdik. Rahmat sizga. Mana sababini qildingiz, ichdingiz, Alloh sizga farzand ato etibdi. Xalqimizdan duo so'rab qolamiz sizga, sizni oilangizga va farzandingizga. Shunday desin. Sog'lom qo'lingizga olishini butun xalqimiz duo qilsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Shunday desin. Nasib shu insonlarni qo'limizga olaylik. Nasib bo'lsa, yana shu farzandimizni ham qo'limizda ko'tarib sizlarga mana endi Xudoyim sizlar mehnatlaringizga mukofot berdi deb turib, nasib bo'lsa farzandimiz bilan ham nimalarga ko'rinib, nima desam, boshqalarga ham tavsiya qilaman buni. Ko'p yildan beri farzand ko'rmaganlarga ham endi Xudoyim balkim shu sababli ularga ham berib qolar. Bizga mana sabab qilib berib qo'yapti Xudoyim. Ularga ham ichishda tavsiya qilaman.